Quvonchbek aka, yosh dizaynerlar qiladigan top 3 ta xatoni aytib bera olasizmi? Xo'p. Birinchisi, dizaynerlar doim o'zim haqida o'ylashadi. Ya'ni mijoz bilan ishlayotganda, biznes egasi bilan ishlayotganda yoki jamoa bilan ishlayotganda doim men dizaynerman va bo'ldi, men mutlaq haqman deb o'ylashadi. Aslida unday emas. Juda ko'p bizga keladigan feedbacklar to'g'ri feedbacklar bo'ladi. Biznes egasi ham, misol uchun, biznes egasini rakursidan qarolaydi, tashqaridan qarolaydi va bizga shu ko'rgan kamchiliklarni aytadi. Albatta, u ba'zida dizaynerlarga kulgili eshitilishi mumkin. Lekin uni sal boshqacharoq rakursdan qarasa, uni gapi to'g'riligini tushunish kerak va feedbackni to'g'ri qabul qilish kerak. Ikkinchi juda ko'p kuzatgan muammoyim bu dizaynerlar o'zlarining ustida ishlashda va dizaynerlikni o'rganayotgandagi intizomi yo'qligi. Ya'ni darslar jarayonidagi ma'lum bir vazifani bajarishi, darslarga vaqtida qatnashishi yoki o'z ustida ishlayotganda ba'zi dizaynerlar onlayn kurslarni to'xtatib qo'yadi, tashlab qo'yadi yoki qanaqadir o'ziga ba'zi holatlarda yuqori baho berishadi. Aynan mana shu dizaynerning o'smasligiga olib kelishi mumkin. Uchinchisi, bu men juda ko'p ko'rgan xatoyim, ishlash jarayonida tartibli ishlanmaydi va mantiqan yechimlar kam qilinadi. Menga dastavka uchun mana shu matnli post kerak desa, bo'ldi, shunaqa qilib beradi xolos. U o'ylab, misol uchun, bu dastavka bo'lsa, buni boshqacharoq ochib berish mumkin yoki qanaqadir kreativ narsa qo'shish mumkin deb takliflar bildirish, unga vazifa bergan odam bilan qayta muloqot qilish, u vazifani yana ham mukammallashtirish degan narsalar yo'q va ishlash tartibi ham ko'pchilikda yo'q. Nima qilayotganligini tushunmasdan yuraveradi va vaqtini ko'p isrof qilishadi. Tartibli, rejali qilish kerak. Ana shu narsalarda men muammo ko'raman.